Assalomu alaykum, hurmatli ko'rurman do'stlar. Bugun biz G'ulja fojiasining 25 yilligi munosabati bilan mashrablarning bu G'ulja namoyishida ko'rsatgan roli haqida Abdulmit Tursun afandim bilan bir suhbat o'tkazamiz. Abdulmitga xush keldingiz. Hoş olduk, rahmet. Bu 25-yili bo'pti bizning bu G'ulja namoyishiningki. Ayni vaqtda bu faoliyatning, bu namoyishning, bu inqilobningki vujudga chiqishida Uyg'urlarning an'anaviy mashrablarningki rolining nihoyatda kuchlik bo'lganligini, mashrablarning bu funksiyasi sababli Xitoy hukumatiningki mashrabni shundan keyin cheklab, toki 2000-yillargacha mashrabga yo'l qo'ymaganligi, keyin bu mashrabningki faqat televiziya programmasi sifatida saqlanib qolib, bir an'anaviy madaniyat faoliyati liq rolidan qolganligi va qoldirilganligi hammalarga ma'lum. Hamda siz shu G'ulja namoyishidan burun, ya'ni G'uljadagi inqilobdan burun mashrablarningki qandoq tus olganligi, bu namoyishning tashkillanishida mashrabning qandoq rol o'ynaganligi haqida so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmet. Olur. Ben aldı bilen bundan 25 yıl burun Xitayga karşı elip verilgan G'ulja inqilabınınki inqilabıda vafat bo'lgan barliq şehitlerimizga Allah'tan rahmet tileymen ve yakınlarga, aile tavbatlarga sabır tileymen. Degenimizdek endi bu 25 yıl burun G'uljada elip verilgan bu Xitayga karşı hareket hakikaten hem tarihte tamgısını vurgan bir hareket oldu. Endi buningki boshlanışı, taraqqiy qilish bosqichi va avjiga chiqishini 3 bosqichga bo'lgan vaqtimizda 90-yildan boshlandi. 90-yildan boshlab Xitoy sahip Cemal'la musobaqasi deb vatandan chiroyli qizlarni to'plab ishkirga san'at shaklida bir musobaqa olib boramiz yoki ishga o'rinlashtiramiz degan bano sabablar bilan emgak idorasi, televiziya idoralari birlashib ishkirga yutkashga boshladi. Yuqori maosh beramiz, nihoyat xizmat yaxshi degan shaklda televizorda e'lon chiqqandan keyin nurg'un odamlar buni aldanib ketib qoldi. Bu bir oldu. İkinciden 90-yılın 5'inden başlap vatanning har qaysi shaharlardan, har qaysi rayonlardan ishkirga kirib tijorat qiladigan qarindoshlarimizning soni texmi ko'paydi. Buningga ergishib ishkirdagi heroin chekadigan har xil illatlar birlikda yani vatanga kirishga boshladi. Mushu ikki sababdan bo'libmi G'uljada bek ko'rinarli darajada o'tirg'i chiqqandan keyin G'uljadagi bir turkum diniy sohada va fanniy sohada yetishgan bir turkum yoshlar qanday qilgan vaqtida buning oldini olgani bo'ldi, qanday qilganni kontrol qila olamiz degan temada o'tirib, boshqa turib maslahatlashib, buningki harakatini 90-yilning 5'idan boshlagan. 91-92 yillarda bu harakatning boshlig'uvchilari bilan men bir necha qatim uchrashdim. Çünkü ko'p sorunga borgandan keyin qaysi sorunda bo'lsak, u bolalar keladi, nihoyat kamtar, muloyim, chiroyli salim bilan kelib qatnashib, vaqtlarda qisqa fikrlarini berib, qatnashib o'tirib ketadi. Endi G'uljadagi mashrabda chaqamiding degan gap yo'q. Ish qilib mahalla doirasida bir mashrablar bo'lsa, bilgan, anglaganlar kelib qatnashib, o'tirib, zo'q ilib ketadi. Şu 90-yilning boshlaridan boshlangan buningki harakatningki bixlari asta-asta. Şu vaqtlardami men hamda sahnada asosan o'yin qilib yurgan vaqtlarim bu tema o'tirg'i chiqqandan keyin men 2 epizodni yozib chiqqan. Birisi Aqal vosita deb heroinga qarshi bir epizodni yozib, o'zim bosh rolga chiqib, o epizodni o'ynadik, nihoyat qizg'in olqishga erishdi. Ikkinchisi ishga o'rinlashtirish deb ishkirga turkumlab qizlarni, o'g'illarni epmangan qarshi bunun tigi-tek dedi mahiyeti nima bununki? Bu bir aldamchilik. Bunun nihoyat o'shimiz kerak. Bir balani beqib cho'ng qilmoq oson emas. Ming tasni beqib cho'ng qilib, qandoqchilab u ishkirga avatib qolamiz. Biz Şinjanni gullandiramiz, Şinjanni ochimiz, Şinjanni taraqqiy qildiramiz deb kech-kunduz oyoqdan moyoqqa odamni akivotsak, qandoqchilab bizningki bu avlodlar u yoqqa kerak bo'lib qoladi degan sahnada aynan deb xalqni uyg'otib
Şu şekilde sahne arkalık ilip bagan men ve bir türküm kırındaşlarımızın boldu. Ama meşrep yerlik sorunu arkalık ana yukarıda dep ötüp ketken kırındaşlarımız meşrep arkalık bu hareketini ip bağdı. Endi meşrep konkretini toxtulup ötsek, meşrep nayet yaxşı bir vosita bu. Xalqni qoyil qilish, tushundirish. Chunki meşrepni odam tarbiyalaydigan maktab deb ta'riflab keldik hozirgacha. O'tirib qo'pish, tomoq yeyish, o'zimizning urf-odatlari hammasi ilib berildi. San'at, muzika, jamiyatda bo'layotgan nachar illatlar nayet ilmiy shaklda qamchilanadi. İlg'or yaxshi axloq fazilatlar madhiylanadi. Buni har xil kulkilik shakllarda ifodalab şu şekilde bir evzelligi bo'lg'achqa meşrepniki bolalar shuningdan foydalanib bu vositani qo'llangan. Endi 97-yili G'uljida voqea yuz bergan bilan buning birinchi boshlanishi 95dan boshlandi. 95-yil rasmiy o'tirg'i chiqib, nayt avjiga oldi. Meşrep shakli orqali bolalar shu guruhga bo'linib, har qaysi rayonlarga 2dan 3dan 2dan 3dan bo'lib, qayerda meşrep bo'lsa, anglab biliblar, chiroylik berib, salamini berib, kirib, o'tirib, birisi o'zimizning milliy urf-odat qoidalari, birisi diniy jihatdan qisqa ta'lim tarbiyalarni berib, bu bolalarning o'tirib qo'pishi, kiyim-kechaklari, taqi-turqi hamma jihatdan adam ko'silib havas qilgidek, mayskagidek shunda bir bolalar pokiz, faqat bir qo'pol, adabsizlik ya gap talashadigan ish yo'q, shunda muloyim bo'lg'achqa har qanday meşrep ahllari qoyil bo'lib, nima degan esil bolalar bu? Agar meşrep yoki meşrepning ahllari mushta bo'lsa, bundaq yo'lni tanlamay, bu yo'lda mangmay, biz qaysi yo'lda mangamiz deb, shunga nayt tezlik bilan avjiga kelib, sonning ko'payib ketgani shu. Shunlashqa 95-yilnisi meşrep shaklda uningdan keyin har qaysi mahalla, har qaysi rayonlar bo'yicha futbol musobaqasini elib berib, G'uljini markaz qilib qilgan dekinlar buningdan Xitoy cho'chib, buningdan bir balo chiqadiga o'xshaydi. Bunga nayt diqqat qilib oldini olmasak bo'lmaydi deb shu 95-yili 8-oyda meşrepning nomida futbol musobaqa o'rinlashtirilgandan keyin G'uljidagi barliq futbol maydonlarini asosan taqidi, ham ba'zi futbol maydonlariga suv quyib deb o'yinini qilmaydigan qilib kecha shunday har xil vositalar bilan to'sab, bu nimishki bunday qilasan deb buning noroziligini biroz bildirgandan keyinlar uningdan keyin bu ishning beshidagi bir turkum Rahmatjon, Abdusalom, Abdurup qatorliq boshqa qarindoshlarimizning ismini unutib qoldim. Bir turkum ishning beshidagi 10ga yaqin qarindoshlarimizni tutib solib olgan bo'ldi. Buning biroz noroziliklar bo'ldi, norozilik bo'lganlarni tutgan bo'ldi. Shunday qilib bu qarindoshlarimizni oldini 3 yildan, keyinini 1,5 yildan kesib turmada solab shu 95-yildagi bir qitimliq o'tirg'i chiqqan jonliq bir harakatni bosgan bo'ldi. Uningdan keyin bu harakat birinchi qadam turgandan keyin orliqdan qisqa bir necha oy o'tdi. O'tgandan keyin ba'zi qarindoshlarimiz, masalan, Abdusalom bilan men bir mahalda, Abdusalom bilan kichigimda o'tir maktabda birga o'qigan, boshlang'ichdan birga o'qigan, keyin o'tir maktab qildik. Abdusalom 10 sinfgacha o'qib, undan keyin maktabni to'xtatib, oilaga yordamlashish. Abdusalom diniy maktabda o'qigan, maytan undan diniy jihatdan yetishgan, ovozi chiroyli, yetishgan bir qori do'stimizdi. Abdusalomni 6 oydan keyin qo'yib berdi. Qo'yib bergandan keyin Abdusalom chiqib, yana biroz harakat ishlab, biroz yana shu 95dagi harakatninki davomini ib boraman deb yana harakat qilishga boshladi. Uningdan keyin bir yil qolmay Rahmatjon chiqdi. Uningdan keyin qolgan qarindoshlarni qo'yib bergan bo'ldi. Chiqib oldi keyin olib shu 97, 96niki o'ttirlardan boshlab, uningdan keyin yana qaytadan bu harakat boshlanib, avjiga chiqishga boshladi. Men 96-yili Naqshsul o'migi bilan Qozog'istonga o'yin qo'yishga meni taklif qilgan, ular qaytilib chiqib bir oy o'yin qo'ydik. O'yin qo'yib 96-yili 12-oyda chiqdik. Bir oy o'yin qo'yib 96-yili 12-oyning oxirida qaytdik. Qolgan guruhdagi san'atchi qarindoshlarimiz Urumchiga o'tilib ketdi. Men G'uljiga berib, opamni yo'qlab, undan keyin qaytib ketaman deb bir taksi
to'sab shu taksi yo'li o'tirib g'uljug' mansam, g'uljug' bag'ichi bo'lganlikda bu taksichi qarindishimiz shu bo'layotgan narsani nihoyat tafsili manga anglatib, shu vaziyatniki nihoyat keskinligi, bu bolalarniki harakatiniki nihoyat ulg'ayayotganligi, nurg'un odamning olqishiga erishganligi, bu yo'lniki nihoyat to'g'ri bir yo'l ekanligi, buningdan agar mukammal sistemlik yaxshi olib bora olsak, buningdan nihoyat yaxshi natijalarni o'tirg'a chiqadiganligini bu bola shu bag'icham 1,5 soat oraliqda tushuntirib hammani anglatdi menga. G'uljug'i berib, opam bilan ko'rishib, ertasidan boshlab shu degan gap bo'yicha bunda kuzatsam rasmiy g'uljida bir harakatniki portlaydigandeklar hammani tayyor. Butun odamga qarasa salom soati joyida, shundoq muloyimlashib ketgan, mehribonlashib ketgan, shundoq bir yaxshi bir vaziyatni his qildim. Orliqayn olib 2 hafta turgan bo'ldim. 2 hafta turib, undan keyin Urumchiga qaytib keldim. Xizmat bir ishlarim bordi, shunda qilib shuningda anda shu 1 oyninki 16-17 Urumchiga yenib keldim. Urumchiga yenib kelib, orliqdan bir 2-3 hafta o'tgandan keyin 2 oyninki 4-5 bo'ldi. Bir harakatning qo'zg'alligini Urumchi turib angladim. Harakat qo'zg'algandan keyinla uningdan keyin men darrov G'uljug'ga boray deb mashina bilan yo'lga chiqdim. Kelsam shu yo'l G'uljug' yaqinlashgandan boshlab Butay deymiz, Jing deymiz, shu taraflarda to'sashga boshlabdi. Hech qanday odamni kirgizmay, yana qaytib ketdim. Keyin 3-4 kun o'tgandan keyin Maytaq tarafdan yo'l ochilibdi, kirgani o'lka deganni anglab, yana undan keyin Maytaq tarafga kelsam, yana Maytaq tarafdan kiramay qaytib ketdim. Orliqdan 8 kun o'tgandan keyin, undan keyin qaytadan bir sinab, baqaydab shu Maytaq taraf bilan yo'lga chiqib mansam, bu 8 kundan keyin undan keyin G'uljug'ga kirardim. Endi G'uljug'ga kirgan vaqtimda G'ulji voqeasiga 8 kun, 9 kun bo'lgan vaqtga G'uljida shunda bir ig'ir murosim, motam, ig'ir bir kayfiyatniki borligini his qildim. 20 kun burungi G'ulji kayfiyati bilan o 20 kundan keyingi G'ulji kayfiyati osmon zamin farq qiladi. Ko'chalarda asosan harbiylar mashina bilan mushtaq ko'zib va cho'ng harbiy mashinaniki cho'risiga qator tizilib olgan, hammasini qo'lida qo'ral, ko'chada hatto tar ko'chalardan peqirab yurgan. O mashinadan boshqa yana 8dan 10gacha bo'lgan askar, Xitoy askarlari tizilib, hammasining qo'lida qora kaltak, shu kaltak bilan mahallani peqirab yurayotgan vaqt ekan. Ko'rib, shundoq mayuslandim, shundoq ko'zimga yosh kelib ketdi, ichindim. Shuning bilan biroq harakat qilib biroz surishti qilay deb qilsam, men Alloh qilgan bolalar asosan degidek ko'rinmay, ko'plari tutilib kirib ketibdi. Chunki ba'zilar askarda sen sirtdan kirding, diqqat qil, shu banada yana shamolga uchrab ketma. Sen o'tirg'i chiqib qolgan balkim aldirab qolsam bo'lsa mumkin. Shuningdan bu go'ylarda yuz yo'q. Bu siyosatda ham keskin hozir tutilib ketib qolsa degandan keyin bo'lib deb uyda ancha-muncha uyda bo'ldim, qisqa-qisqalarga chiqib biroq kuzatib egallagan bo'ldim. Asosan Xitoy cho'chib ro'yich ketgandek bo'lib ketibdi. Normal puxra Xitoylar ko'chaga chiqolmaydigan bo'lib, shu ko'chadan harbiylar mashina bilan o'tsa, binoda turib chavoq chaqanni ko'rdimda, hammamiz xo'shal bo'lib chavoq chelib harbiylarning kelganligidan xuddi bir yana bir yangidan ozod qilgandek bir narsa kayfiyatni beryapti. Ba'zan binolarning ostida magazinlar bor. O magazinlarga tushib, bu Xitoylar so'lset qilishga jur'at qilib bo'lolmay, derazadan sevitini sangiltib, tövanga pulini ichiga silib, tövandagilar ichiga oldig'ini qachaloq qilib bergandan keyin yana tepaga ko'tarib chiqib ketgan. Shundoq bir manzillarni ko'rib, oldiga olib 2 hafta turgan bo'ldim. Endi o televizor ekraniga qarasak, atdiganning kechkirgacha bir ikki Xitoyninki yerda yotqini, bir necha Xitoyning bunidan qon oqqan, undan keyin mashinaga o't qo'ygan, shu ko'rinishning boshqa ko'rinishi yo'q. Bizning bolalarninki u urib o'ltirilganligi, so'rab epmanganligi, qo'lga ko'zi silinganligi, o qish 2 oyning 5 degan qattiq sovuq vaqti u. Temperaturaga 0dan tuvan vaqtlarda suvni chechib, to'ng'itayotganligi, suv chechib qochirayotganligi, bu ko'rinishlardan qilcha asar yo'q. Faqatla o'zining propagandasini qilib, toza ko'z o'tib ketdi. Ekranda atdiganning kechkirgacha shu ko'rinish. Shunday qilib, G'ulji voqeasi 2 oyning 5-kuni shu shaklda o'tirg'i chiqib, 3 kun davom qilib, bu bostirilgandan keyin
Endi buningki qandaq g'ulji vaqasi o'tirg'i chiqdi, qandaq portildi, qandaq bostirildi degan temirni endi to'xtalib o'timiz. Buningda endi Ramazonninki 27si Qadr kechasi munosabati bilan asosan endi shu uy-uyda tabliq qilib, uy-uyda va'z nasihat so'zlab, uchrashib, suhbatlashayotgan vaqtida undan burun Xitoy kuzatigulik zaten qaysi shaklda bordi bu harakatninki taraqqiyoti, qaysi bosqichga yetdi, agar bundaq bo'lsa, nima bo'lganligini hamma tushunib yetgandan keyin naq shu kunga to'g'rilab Ramazonning 27si Qadr kechasi bo'lgandan keyin mutlaq ko'p qism qarindoshlarimiz uyda tabliq qilib, ibodat qilib, qilayotgan vaqtida uy-uyga bostirib kiriblar asosan tutqanni tutib, qachilab opirib %70'ga yaqin shu nishonga ilingan qarindoshlarimizni bir kechada tutib qachilab bo'lgandan keyin undan keyin ertasi qarasa tutilmagan qarindoshlarimiz qani ma qarindoshlar nima ish tutsan nega gap bo'lding nima ish qildik biz normal ibodatimizni qilyotsak sana qarshi nima harakat qildik deb undan keyin to'plashib ko'chaga chiqib oblastlik soqchi idorasi shaharlik hukumat viloyatlik hukumatning oldilariga berib namoyish qilish maqsadida to'plashib ko'chani payqirganda undan keyin qonliq asosda bostirilgan ko'rinishlar o'tirg'i chiqqan xabarlar shuningdan chiqqan ammo bostirgandimi dahshatlik bostirib ekan uning qisqa ba'zi bir xitoyninki matbuotida ko'rilmagan ba'zi ko'rinish ba'zi harakatlar keyin o'tirg'i chiqqan bo'ldi uningdan ko'rganimizda ammo bostirilishi dahshat bir cho'ng bir qirg'inchilik shaklda bir harakat olib borganligi o'tirg'i chiqdi. Endi o g'ulji vaqasiga qatnashib turmada yetib necha yillarcha iskanja arziyat chekib vatan sirtiga chiqqan qarindoshlarimiz bor u qarindoshlarimiz 20 yildan beri to'xtamasdan shu turmadagi arziyat qandoq tutildi qandoq bostirildi shu shakldagi butun narsalarni ko'rgan bilgan ham o'zi buni beshini o'tkazgan boshqa so'zlab kelyotidi endi buni mayli u qarindoshlarimiz olsun mayli biz olaylik kim bo'lsak bo'laylik buni so'zlaymiz abadiy so'zlaymiz chunki bu Xitoyning eng cho'ng qatlami eng cho'ng bir qirg'inchiligi buni ham unutmaymiz ham unutqizmaymiz tillar daston qilib avlodlarimizga so'zlaymiz bugun men bunda programmaning borlig'ini bilgandan keyin qizlarimni o'tda og'izib tushundirdim qandoq boshlandi qandoq bostirildi bu harakatning boshlanish oxirlashi qandoq bir ahamiyatli bir harakat to'g'riliq so'zlab tushundirib o'tdim shunga endi har yili xotirlayotganimiz shu bundan keyin xotirlaymiz bundan keyin anglatamiz boshqa qarindoshlarimizni shu bilguncha hammasi shu shaklda anglatib kelyapti. Bu siz muhaciratga chiqqandan keyin shu ayni vaqtdagi ilm mashrablar ya'ni mashrablarda rol o'ynagan ham mashrab orqali xalqni tarbiyalagan bu ruhninki muhaciratda qandoq davom qilganligiga shohid bo'ldingiz. Endi men 97-yili 12-mayda chiqdim. Demak, g'ulji vaqasi yuz berdi. G'ulji vaqasi yuz bergandan keyin butunlay mayli bu Urumchida bir ig'ir sukunat, ig'ir bir musibat ahvoli ko'rildi. Undan keyin Urumchida shuni bana qilib taraf-tarafdan tutishga boshlagandan keyin shu qatorda bir to'g'ich kutib qolmay, kichikkina bir sirttaraq bir harakat olib berish mumkinmidi deb shu shaklda O'rta Osiyoga chiqqandan keyin O'rta Osiyoga chiqibmi birinchi qilgan harakatim shu mashrabdan boshlangan. O'rta Osiyoga chiqsam rahmatli kurash ko'sam u boldir mendan chiqqan. Kurash ko'sam bilan uchrashib qoldim. Kurash ko'sam bilan uchrashib, kurash ko'sam hammani anglatdim. Tushuntirib qilgandan keyin kurash ko'sam bilan ta'sirlandi, nihoyat yaxshi bir ahvol. Anda bo'lsa, shu shakldan foydalanib, seningki chaqchaqda so'zda alayliging bo'lgandan keyin bu orqali sen o'tirg'i chiqa alayligingni men naqshi musiqa orqali bu qilay. Undan keyin diniy jihatdan alaylik va qarindoshlarimizni bir ikki so'zlashaylik. Ular diniy ta'lim tarbiyani bersa, mush shaklda bir mashrab olib boraylik deb ikkimiz maslahatlashib, O'rta Osiyoda mashrabni boshladik. Boshlaganda shundaq olqishga erishdik. Shu bo'pmi dastlabda Olmutadan boshlandi. Olmutadan boshlab, undan keyin bizning vatanga qarab borgandan keyin Chilak, Uyg'ur rayonidagi Yarkatniki nurg'un yezlari bor ekan. Shu yezlargacha shundaq yaxshi elib bordik. Endi mashrabning qurilmasida asosan men qiziq gaplar bilan yaxshi ishlarni mahdiylaydigan, yomon ishlarni so'kadigan shakldagi latif so'z o'yinlarini o'tirg'a chiqaman. Kurash ko'rsan o'zining ijodiy naqshlari bilan
Ondan keyin diniy so'z aytgan qarindishimiz diniy vasiyat qiladi. Vatanparvarlik, vatanni suyish imonning jumlasidan, nuqtasidan buni so'zlaydi. Qisqa sal uzrab kelsa zeriktirib qo'yamiz deb, nihoyatdan 3 xil shaklda latifa chaqchaq, naqshi muzika, diniy vaziyat, nasihat. Mushu shaklda bo'lgandan keyin ham bak uzatib o'tmaymiz. Eng uzun bo'lib ketsa 2 soat bo'lmasa 1,5 soat atrofida qilgandan keyin nihoyatdan olqishga erishib, son bak ko'payib ketdi. Nelerden teklif keladi, ma'qul deb chiqimiz, o'rinlashtiramiz, ko'rib, ashta qilib tushuntirib, vatanning u vaqtda bir dilla qopab, bak Xitoyni so'kib, bak ochiqdan ochiq qilib kelsak, chunki Xitoy bilan Qozoqning munosabati yaxshi bo'lgandan keyin harakat to'silib qolmasin deb, nihoyatdan siliq bir shaklda elib berib, olqishga erishib, sonimiz bak ko'payib ketdi. Yerkatga bavaqlarda bir 500 kishilik mashrabni o'tkazganligim esimda bor. Yerlik qarindoshlarimiz nihoyat qo'llab-quvvatlab olqishladi. Ashta qilib uningdan keyin bu Olmaotadagi mashrabning uchi Qirg'iziston Bishkekka taraldi. U yerdan bir turkum bir vaqt epal. Uningdan keyin Toshkentga bordik. Ash shaklda umuman qilib o'tqaqda bu mashrab G'uljida qandoq unum bergan bo'lsa, O'rta Osiyoda shundaq unum berdi. Sababi nima desa, bu shundaq mantiqliq. Chunki mashrabda o'zimizningki an'anaviy go'zal axloq fazilatlari o'rtaga chiqadi. Xalqni kuldirdi ekanmiz. Diniy vasiyat bo'ladi ekan, naqsh muzika orqali ruhiy kayfiyatini ko'tarar ekanmiz. Universal bo'lgandan keyin shunga olqishga erishib, hatto qatnashmaganlar borki, ko'rib boqmaganlarmi, nima degan yaxshi bir faoliyat bu deb bolalarga, atrofdagilarga nasihat qilishib, ba'zi yezi qishloqlardan o'zlari o'rinlashtirib, bizni taklif qiladi. Kelgan bo'lsanglar bir ko'zitib, qilib bir qatnashib bersanglar, qag'in o'zimiz davom qilib ketsak deb. Bo'ladi deb nurg'un mashrab munosabati bilan bordik, qatnashdik. Mashrabning qoida usullarini bilganimizcha, tushunganimizcha o'tib ko'chib. Hamda o'lchamlik vatandagi burunqi ota-bobamiz, ajdodlarimiz ep bo'lgan shakldagi 100%lik mashrab qoidasi bo'lmasa-mu, asosan bir gavda qurilmasi bor. Bir 60-70%lik mashrab shaklini barpo qilib, shu shaklda elib bordik. Bakmi yaxshi olqishga erishdik, bakmi unum bergan. Endi Yevropaga kelgan vaqtida Yevropadami buni dastlabda 2002-yilnisi kurash ko'sam bilan birlashib Myunxda Yevropada Noro'z deb bir boshlagandik. Yevropada Noro'z deb boshlab yillargacha shu davom qilib kelyapti. Hozirmi yilda bir qatim elib beryapmiz. Yevropada Noro'zdan boshqa yana mashrab, masalanki bizdagi Germaniyaniki Myunx shahrida 20 yil burun boshlangan mashrabimiz bu hozirgacha davom qilib kelyapmiz. Bu mashrab yana an'anaviy o'zining fazilati, o'zining an'anaviy qoidasi bo'yicha davom qilib kelyapti. Bu mashrab yig'ib etgan vaqtida nihoyatda yaxshi, ommabop tushunishlik, xalqni zeriktirmaydigan, qochirmaydigan, xalqni jalb qiladigan bir yaxshi bir ko'ngil ichish, odam tarbiyalash, diniy nasihat ilib boradigan yaxshi bir maktab o'rin ekanligini hozirmi yana o'zining rolini joriy qilib kelyapti. Endi cheklimga uchragan, undan Uyg'ur tili, Uyg'urlarning mavjudligi o'z vatanida cheklimga uchragan shu muhitda endi biz muajiratda mashrab orqali Uyg'urlarning mavjudligini qanday saqlab qolamiz? Bu jihatda qanday rollar bor deb qaraysiz mashrabning? Bu bo'pmi o'zimizning ona tili, o'zimizning urf odati, an'anaviy qoidamizni saqlab qolishda eng yaxshi bir vosita, eng yaxshi bir o'rin, eng yaxshi bir maktab deb qarayman buni. Buni rivojlantirish kerak. Endi dunyoning har qaysi joylarida qarindoshlarimiz bor imkon tirishchanlik bilan Uyg'ur maktablarini ochib, ona tilini o'rgatib tutib kelyapti. Bu yaxshi, bu faxrlanarli bir ish qo'ldan kelishi, mayli O'rta Osiyodagi bo'lsin, mayli boshqa Xitoylardagi qarindoshlarimiz bo'lsin, ko'z oldimizda Germaniyada Uyg'ur maktabi bor, 100 dan ortiq bolani tarbiyalab, bir turkum xonim qizlarimiz shundoq fidokorlik qilib kelyapti. Endi buning bilan bir vaqtda endi mashrab texmi avj olsa, texmi jonlansa, bek yaxshi bo'ladi deb qarayman. Endi nimalikdan keyingi bir vaqtlarda bu shu Urumchi qirg'inchiligidan
2009-yildagi Urumchi qirg'inchiligidan keyin, uningdan burun undaqmi gaplar bakmi o'tirg'i chiqmagan, balki anglamagan. Urumchi qirg'inchiligidan keyin mashrab o'rinlashtirib, mashrabningki adab qoidasi bo'yicha faoliyat elib berib, naqshi, muzika, chaqchaq, achumuch, kulki bo'lgandan keyin ba'zan bir turkum qarindoshlarimiz tarafidan biroz norozilik inkoslan bo'ldi. Vatanda bir qirg'inchilik bo'lsa, vatanda o'lim bo'lsa, vatanda musibat bo'lsa, bu yerda kulishning, chaqchaq qilishning yoki naqshi muzika chalishning hech hojati yo'q. Qandoq bo'ladi bu deydigan bir shaklda fikr bo'ldi. Umumliq emas, ammo bir qism qarshi fikrlar chiqdi endi. Buni mening deydiganim endi bu bizningki vatanning mustaqillik masalasi, bir kunlik, 2 kunlik ya 5 kunlik, 1 oylik, 1 yillik narsa emas. Bu uzun yillik. Masalan, bizning marhum ataqlıq shoirimiz Abduxoliq Uyg'ur naq o'ygan Uyg'ur uyqung yetar, senda mal yo'q endi kelsa jon ketar deb bu she'rni yozganga naq 100 yil o'tdi-da. 1922-yillarda yozibdi ekan. Mana hozir yozsak bir asr o'tdi. Bir asrdan beri mujodala qilib kelyapmiz. Qo'limizdan kelishicha har xil shakllarda ip mingyapmiz bu mujodalani. Şuna endi bu bizning davarimiz qisqa muddatlik bo'lmagandan keyin buningga odam yetishi kerak. Sog'lom badanda, sog'lom aqlda, sog'lom badanda, sog'lom aql bo'ladi deb biz endi birdilla tushkunlashib, birdilla kirishib, musibat ichida yashaymiz desak, ro'yi jihatdan kayfiyatimiz tugishib, texmi yaxshi o'ylasholmaymiz, bir narsani fikr qilolmaymiz, texmi tushkunlashib, salomatlikdan ayrilamiz. Şuna bu mashrab, ijtimoiy faoliyat bularninki o'z yo'lida uygun bir şekilde, normal bir şekilde ilib berilishi va buniki jonlanishini davoyimizga qatadigan muhim bir taraf bo'lmasa bo'lmaydigan bir vosita deb buni qarayman. Şunlaşqa ko'p mayli qurultayninki yig'inlari bo'lsin, mayli boshqa faoliyatlar bo'lsin, boshqa yerlardagi har xil ijtimoiy faoliyatlar bo'lsin. Çünkü men endi bo'pmuş Germaniyaga kelgan qarindoshlarimizningki taqdirqi ko'rinish ro'yxatini his qilaman. Nurg'unlarim da'vo, inqilob, hayot, turmush deb nihoyat charchaganligini, nihoyat jafo chekkanligini, ro'y kayfiyatdan tushganligini his qilib, imkon qadar qo'limdan kelishicha Germaniyaga kelgan vaqtida mayli 100 kishilik, 200 kishilik, mayli 20 kishilik bo'lsin, yig'ilganlar so'rimda bir shaklda o'zim to'plagan vatan sirtidagi, vatan ichidagi o'tirg'i chiqqan ba'zi siyosiy chaqchaqlar Xitoyni so'kadigan, o'zimizningki Uyg'ur harakati, Uyg'ur qarindoshlarimizni madhiylaydigan aktiv faoliyatchan qarindoshlarimizni o'tirg'i chiqargan shaklda bir latifalar bilan kuldirib, ko'nglini ilib, mayli 1 soat bo'lsin, 2 soat bo'lsin, bir necha soat bo'lsin, bir ro'y kayfiyatini ko'tarib, shu shaklda qilib ketib boramiz. Ana bu shaklda ozroq bo'lsin shu da'vo sifati jafo chekkan, qurban bergan, fidokorlik qilayotgan qarindoshlarimizni bir kuldirib, kayfiyatini ko'tarib, ko'nglini olsam, men uchun aytang bir baxt, o'zimni xushal his qilib, necha kunlargacha shunday kayfiyatim yaxshi bo'lib qoladi. Shunda bir shakl deb, shunda deb o'ylab, shu qo'limdan kelishicha tirishib ketib boraman. Boshqa atrofdagi qarindoshlarimiz bilan birga albatta. Ana buningki yana buningdan keyin demoqchi bo'lganim, buni jonlantirishimiz kerak. Shunga aniq fikr qiladigan qarindoshlarimizni bu nuqtada to'g'ri tushunishini umid qilamiz. Buningda mashrablarimizda balkim Germaniyaga kelgan qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Ba'zan bizning ekranda ko'rsatgan mashrab qoidalarimiz bo'lsin. Buningdan g'ayri bir o'zimizning urf-odatimizga yoki bo'lsa davoyimizga zid keladigan, dinimizga xilof keladigan so'z ibora hech qanday bir narsani topqin olmaydi. Buningda faqatla millatga ilhom beradigan, millatning ro'y kayfiyatini ko'taradigan, kayfiyatini yaxshilaydigan, bundan texmi yaxshi bir ishlarni qilishga putqulga bir kuch-quvvat keladigan bir shaklda bir imaj, bir kayfiyat, bir yaxshi tarafi bo'lg'ashqa, buningki mashrabning ilinib berishiga qarindoshlarimizning bir qarshi fikr bermay, qo'llab-quvvatlashini ham qarindoshlarimizninki buningki texmi bir jonlanish uchun har qaysi shaharlarda, har qaysi davlatlarda bir mashrabni qurib, mashrablar birligi, mashrabninki eng cho'ng beshi degan shakldagi mushtaq sistemaga o'tqazib, ilib mangsak, o'zaro tajriba almashtirsak, fikr almashtirsak,
Bu meşrepimiz var. Her ayda bir qetim ötküzümüz. Yaxşı ötüdü. Nayet umdan buldu. Bir aydan beri jığılıp qalğan xoşallıqlarımız ya beşimiz kelgan dert elem, xapılıqlar olsa şu meşrepte oturup hal qilamiz buni. Milletning beshiga kelayotgan yangi xabar, ushur hamma narsa deyishimiz yolg'iz kulka, chaqchaq yo muzikalar emas. Yana yig'ib taroziga silib o'tirib kelsak, shu 2 soatniki 20 dan ko'proqi shu millat vatanning g'emi, shu dard alam paranglashimiz, suhbatlashimiz. Shunga buningga bo'lgan andaq boshda deb o'tib ketgandek salbiy ko'z qarashdagi qarindoshlarimizning to'g'ri tushunishini umid qilamiz va boshqa davomli davom qilib kelayotgan qarindoshlarimizni texnik aktiv holda davomlashtirib, shu shaklda ep berishini men shu ekran orqali umid qilaman, tavsiya qilaman. Rahmat. Bu məşrəblərinki mən Fransiyadamı bir qətim məşrəb qılğanda qatnaşdım. Bu bizning turayotgan dövlətimizdə məşrəb gerçi biraz sozlab ketayotgan bolsunmu, bu mening bayqıgınim mən qatnaşqan məşrəblərdə məşrəbni çoğlar qıldı ekanmiz. Bizning balalarımız ayrım bir uyga kirib shu yana o'zininki yerlik tilda so'zlab kompyuter yoki telefon o'ynab mundaq ishlarni qildi ekan. Sizlar bu balalarga ayrım məşrəb qilib berish kerakmi? Balalarni məşrəbga aralashtirish kerakmi? Shu cho'nglar qanday qilganda balalarimizni shu texmi yoki məşrəb mədəniyyətimizdən bəhrələnən qılamiz. Məsələn, bugun bir misal alsam, mən Uyğur tarixi ötüb balalarga shu o'zinglarning oldi bilan jamiyatlarni deb beqinglar desam, ko'pincha balalar hatto buvisining ismini bilmaydi ekan. Buvisining ismini deb berolmadi. Ya'ni 70% bala o'zining buvisining ismini bilmaydi ekan. Endi biz shu balalarni məşrəb orqali qanday qilib o'zining ajdodini, o'zining tarixini bildigan qila olamiz. Ya'ni balalarga ayrim məşrəb qilib bermizmi yoki bayram iloki balalarni məşrəbga aralashtirmizmi? Bu məşrəbga cho'nglarning faoliyatini qanday qilib buni balalarni aralashadigan faoliyatga aylantira olamiz? Sizning qanday o'ylaringiz bu haqda? Bu noktada bizning beshimizdan o'tdi. Bu məşrəbga hamda balalarni yetaklab akirib qilsak, vatanlardan da balalarni yetaklab akilib o'tog'izib, tang ugitib qilib shu shaklda chiroyli məşrəbga qetib qo'yadi. Mening balam cho'ng bo'ldi, mana el qator bo'lib qoldi. Shu aranglarga bo'lsanglar deb shunday bir ko'rinishlar bor, shunday bir shaklda. Bizmi meyada qilyotganimiz hamda imkon qadar bo'lsa birdan ikkidan məşrəbga balalarni qetib olamiz. Keyingi vaqt qanday qildik desak, keyingi vaqtlarda shu har qaysi yosh cheklamasi bo'yicha bizning kichik, undan keyin ulardan yana kichik 2 yosh, 3 yosh, 4 yosh farq qiladigan har qaysi guruhlar bo'yicha ularning ichida biroz gepi o'tadigan, biroz bu ishni tashkillaydigan bolalarimizni chaqirib akilib qatnashtiramiz. Ko'rdi. Ular uningki məşrəbning qoidalarini biroq undan keyin ularga sizlarmi o'zinglar tang dematlik o'zinglarningki Qur'ondagi bolalar bilan o'zinglarning guruhi bir məşrəb quringlar, qursanglar, undan keyin bizni chaqirgandan keyin biz berib chiroyli məşrəbning qoidasini o'pcha shaklda o'rgataylik, qizitish, jonlantirish bu shaklda har vaqt yaninglar turimiz deb shu shaklda maslahat bergandan keyin şunun asasen şu balalarımız ya bizden küçük qarindoshlarimiz şu şekilde məşrəbni o'rinlashtirgan bo'ldi. Başqa şəhərlərdə şu, Münihdə şu. Hozir Münihdə aldıkən olub 3 guruhga məşrəbimiz, cho'nglar məşrəbi, yoshlar məşrəbi və kichiklar məşrəbi deb 3 guruh məşrəb. Nəhayət yaxşı hər qrupida 15-20 dan balalar var. Özünün yaş Qur'on bo'yicha elib beryapti. Endi buningda ham yig'ib aytganda bu temaga kelsak, məşrəbni elib berishda shu har qaysi yosh qatlam guruhidagi balalarimizni o'zimizning məşrəbiga akirib, bir necha məşrəblarni o'rgatib, chiroyli so'zlab, hamma jihatdan ulgu bo'lib, az to'la bir ta'lim tarbiya bergandan keyin, undan keyin chiqib o'zininki doirasidagi balalarni o'rinlashtirsa, uningga biz məşrəbning qozi, yigitbeshi, pashshaplab berib, tushuntirib, qizitib, məşrəbini chiroyli gaplar bilan bijonlantirib qilib qo'ysak, shu shaklda ham zanjirsimon məşrəb avj oladi, ko'payadi deb qarayman.
Bu nimening shu sizlar qilgan Germaniyada umumlashtirgan bu mashrabniki bir ulga videolarim bormi? Masalan, bu bo'lak davlatlarda mashrabni qandoq qilish haqida bir ulga talab qildiganlar bo'lib qolsa nimada? Sizlarda ulga men bir tayyor video, bir shakllik ulgilarim bormi? Masalan, bundaq qilsa bundaq bo'ldi, bundaq qilsa bundaq bo'ldi degan shakldagi. Endi bir necha qatim mashrab videoga ilinib taralgan bo'ldi. Endi uningda o'rin, makon sharoiti jihatdan ba'zi sharoitlar to'liq bo'lmaganlikdan ham sirtdan kelgan me'morlarning ba'zi soni ko'proq bo'lib qoldi ba'zi mashrablarda. Shunga uni o'lchamlik mashrab qoidasi qilib bo'lolmay, asos qurilma jihoz jihatdan bir mashrabning shakli bor. Qolganiga shu me'morlarning ko'nglini olamiz, me'morlarni xush qilamiz degan shaklda to'liq bo'lmagan ba'zi bir mashrablar bor, u videoga ilinib taralgan. Endi agar zaruriyat bo'lsa, biz maxsus o'rinlashtirib Yevropadagi, chet eldagi mashrabning hozirgi bor imkon sharoit bo'yicha mushunchalik ib beryapmiz yoki mushunchalik ib bora olamiz degan shaklda bir mashrabni boshlanishi, oxirlanishi, o'ttiri hamma jihatdan qilib bir videoga ilib taratsak bo'ladi. Bir darslik qatorda, ulgu qatorda qilib taratsak shu shaklda avlodlarimiz, boshqa mashrab o'rinlashtirishni o'ylagan qarindoshlarimiz shuningdan bir foydalanib. Endi men o'tganda bir necha qatim ko'rib qoldim, bizningki O'rta Osiyodagi Qozog'iston, Qirg'izistondagi qarindoshlarimizningki shu rasmiy o'lchamlik suratga ilingan mashrab qoidalari bor, ko'rdim. Ulardagi birinchidan soni ko'p, ham vatandan chiqqan peshqadam qarindoshlarimiz, akalarimiz, otalarimiz bo'lg'achqa ular biz bilmaydigan yerlarni biladi ekan, ular o'tirg'a chiqibdi ekan. Shu shaklda xil o'lchamlik, mukammal ib bo'lgan bir mashrab ko'rinishlari bor. Hamda Qozog'istonda mashrab yoki Qirg'izistonda mashrab deb yozsa internetda chiqadi, mashtaq chiqargan. Endi u bek mukammal o'lchamlik, endi odam soni jiq, sharoit mumkinchilik bo'lg'achqa shunday qilib moyoqlarda bizning sonimizmi cheklik, ikkinchidan odam sonimizmi oz bo'lgandan keyin andaq o'lchamlik qilib ib berishimiz tasga. Mishaning sharoitiga uyg'un asosda ilib borgan ba'zi ko'rinishlarimiz bor, ammo degandek yana bir zaruriyat tug'ilsa o'lchamlik bir mashrab qoidasini videoga ilib taratsak bo'ldi. Albatta, shunday qilish zarur deb qildi, chunki Qozog'istondami Uyg'ur mahallalari, Uyg'urning soni ko'p, ularning haqiqatan o'ziga loyiq bir shaklda mukammal qila oladi endi. Vatandagi shaklda qilib bo'lmaydi. Shunga shu o'zimiz muhojiratga uyg'un keladigan, muhojiratda ham qiyg'ili bo'ladigan kishilar doğrusimi doğruyalaydigan bir shaklda qilib bir ulgisini bir videoga olib qo'ysak, qanday qilinmagan yoki qilishni xohlab qanday qilishni bilmaganlar bo'lsa, shu paytda o'rganib qilib olsa bo'ldi. Endi bu qaytim shu Xitoy 2017-yillari nimani amalda qoldirib o'tgan bu vatandagi turli programmalarni. Keyin biz kuzatish jarayonida qarasak, boshqa programmalarni asli keltiribdi. Masalan, Ipak yo'l sadosini asli keltiribdi u bu. Lekin mashrabni shu to'xtatgancha asli keltirmabdi. Sizningcha bu mashrabni Xitoy butunlay unutildirib o'tmoqchimi vatandagilarga? Endi degandek bu mashrabdan Xitoy qattiq bir zarba yedi. Qo'rqib ketdi yig'ib ketgan vaqtida. Endi bu mashrabmi endi bizningki tilimiz, dinimiz, urf-odatimizni tutib turadigan, jonlantiradigan bir so'rin, bir maktab bo'lg'achqa endi shu uzun yillardan beri bu ishni shaklda davom qilib taraqqiy qilib kelgan. Buning oxirgi unumi, natijasi shundoq bir cho'ng harakat G'uljidagi voqealar mushu mashrab orqali o'tirg'i chiqdi. Shunlashqa buningdan Xitoy bak cho'chdi, qo'rqdi. Yana bir qayta bir harakat, mushu cho'ng bir Xitoyga qarshi mustaqillik kurish harakatlari agar bo'lsa, mush mashrab orqali bo'lib qoladi. Shunlashqa buning yiltizini quritish kerak deb mashrab degan tilnimi og'izga olmaydigan bo'lyapti. Men keyin chiqqan ko'rinishlarga qaraganda boshqa bir shakllarda atab, boshqa bir ma'nolar bilan ifodalab o'tib ketganligini men ko'rdim.
Demoqchi bo'lganim maqsad Xitoy mashrabni yo'qotish, bizningki shu mashrab orqali qaytadan yana bosh ko'tarib, yana o'zimizning urf odati, dinimiz, tilimizni taraqqiy qildirishdagi bu yaxshi bir vosita, yaxshi bir o'rinni yo'q qilish maqsadida shunga tilga olmayotidi. Maqsad yig'ib aytganda mashrab degan gapni unutildirish, yo'q qilish. Endi bundaq bo'lgan ekan, endi Xitoyda imkon yo'q. Xitoy undaq qilib to'sab, ig'izg'og'ini qo'ymayotgandan keyin chet eldagi qarindoshlarimizga imkon bor. Bundaq fursat sharoitda bo'pmi hozir vatandan chiqqan qarindoshlarimizning ba'zilarimizga 30 yil, 20 yil, 5 yil, 20 yil, 15 yil munda bo'lyotidi. Vatanda zulmni ko'rgan, vatandagi qoida usullarni ko'rgan, mashrab ko'rgan qarindoshlarimizninki ko'plarining yeshi hozir 60, 65, 55 mush doirada mutlaq ko'p sonli qarindoshlarimiz mushu girvakka kelib qoldi. Bir yaxshi bir fursat, yaxshi bir bu tabarruk insonlar bu. Mushu bor imkon, mushu sharoitdan foydalanib biroz tirishchanlik ko'rsatib, bu nuqtada biroz fidokorlik qilmasak, mushu bir turkum qarindoshlarimizdan qilib qoldi, keyingi avlodlarga mana ulab berolmaymiz. Shu shaklda qilib qoladi. Çünkü hozirmi ailedan bizniki ideologiyamiz, o'zimizning ko'z qarashi, o'zimizniki fikrlari bolalarimizga eng yuqorilarniki 50% aks etyotidi. Ba'zilarimizga 30% ga yetmaydi. Singdirolmayotimiz. Mundaq sharoitda endi bu mashrabdan iborat bu yaxshi bir maktabni mushu bizning vaqtimizda foydalanib bir tutib sistemaga o'tqazib qilsak hamda agar qurultay süpütü bilan yoki bo'lmasa boshqa mushuning qiziqayotgan qarindoshlarimizniki agar jiddiy bir qarab plan tuzib qila olsa, Alloh nasib qilsa bu yil ham yoz yo'ryotidi, ikkinchi oy bo'lib qoldi. Mush yoz yaxshi bir mashrabni o'rinlashtirib, qoida nizomlari bo'yicha shu shaklda bir o'rinlashtirib, yaxshi bir videoga elib shuni bir hujjatlik bir material qilib qo'ysak, buningki qarindoshlarimizninki qo'llanish uchun bir darslik programmasidek bo'lib qoldi deb qarayman. Buningga bir plan qatoriga kirgizsanglar texim yaxshi bo'ladi. Buni biz bir o'ylashib, bir maslahat qilib qo'ysak nihoyat muhim bir ish ekan bu. Ashundaq bir qilaylik bo'lmasa biz bir videolik shaklda hamma odam qo'lini oladigan, foydalana oladigan, erishadigan bir shaklda bir ulga tiklab qo'ysak yaxshi bo'ladi. Ana yana bir mening his qilganim shu bu mashrabninki muajiratda Uyg'urlarninki bir-biriga yordam berishida, bir-birini yo'lishida nihoyat muhim roli bo'ldi ekan. Masalan, shu ilm mashribi Turkiyadagi fondi Muş Dünya Uyg'ur Qurultayining Londonda ochgan Uyg'ur sotiga nihoyat ko'p iqtisodiy yordam to'plaganlik xabarini hammalar bilamiz. Biz shu mashrablarning elektoratlarda bo'layotgan va bo'ldigan mashrablarninki oramizdagi xayr saxovat, yaxshiliklarninki avjilashiga, yordamlarning avjilashiga, undan o'zaro madadkorlikninki kuchayishiga foydasi bo'ladimi deb qaramsiz? Mush jihatdami ahamiyati bor? Albatta ahamiyati bor. Endi bu deb o'tib ketganimizdek, yolg'izla o'zimizningki milliy urf odati, san'ati va dinimizni taraqqiy qildirish yo anglatishdagi yaxshi bir so'rin bo'lib qolmasdan, agar buni sistemalik yaxshi o'rinlashtira olsa, ana Turkiyadagi ilm mashrabdagi qarindoshlarimizga o'xshash buni iqtisodiy jihatdan kengaytirib, her xil şekildeki ticaret vasıtalarından faydalanıp, zavod, fabrika, her xil ishlab chiqarish boshqa qurilmalarni qurib, shu shakldagi zanjirsimon bir jonlantirib, bir yoqdan o'zimizning urf odat, milliy qoidamiz jonlansa, bir yoqdan iqtisodiy jihatdan jonlanib, o'zaro hamkorlik kuchayib, bir-birimizga mehr muhabbat, belgilik bir rayon bilan shakllanib qolmasdan, butun dunyo miqyosida ilib berib, o hozir ham bu taraqqiy qilgan mundaq bir imkon sharoit bor vaqtlarda hamma vaqt bir yerga to'plashib mashrab o'tkazmaymi, mundaq ko'rinish orqali oyda bir qatim yo bir necha oyda bir qatim bir uchrashib, suhbatlashib, chiroyli gaplarni qilishib, plan programmalarni o'tirib qo'yib,
qilish bunda imkon bo'lgandan keyin qilaman deb plan tuzdikanmiz. Buni qilg'ini bo'ladi. Ana shu qarindoshlarimiz shu imkon sharoitlardan nihoyatda yaxshi foydalanib, yaxshi ib ketib boradi. Bizmi qoyil. Men tabriklayman qarindoshlarimizni. Undaq bo'lsa, bizning agar ko'rayotganlarning savoli bo'lsa, savollarga javob bersak, agar savol bo'lmasa, mening bir ikki xil yana qarash savollarim bor, shundan keyin oxirlashtiramiz. Savollar bormidi? Hozirgacha savol yo'q. Savol bo'lmasa, unda bo'lsa biz Baxtir yapatamsiz? Men savol yo'q dedim. Qaysi soat bo'lsin, endi qo'limizdan nima kelsa, har narsani ahlidan so'ra deydigan gap bor. Qaysimizning qo'lidan nima ish kelsa, shuni joriy qildirsak, bu ish unum beradi. Bizniki bu mustaqillik davorimizga yoki birli kasb, birli soha, birli yo'l bilan bo'ladi emas, hamma soha o'zining rolini joriy qildirib, qo'lidan kelgancha qo'limizga nima chiqsa shuni elib, shu shaklda harakat qilsak, oxirida to'plashib bu bir cho'ng bir natija beradi deb. Endi shu vatanniki vaqtimizda Hisobkamdan birisi so'rgan, shu qabristonlikqa mangan vaqtimizda jinozaning oldida mangsa yaxshimi, keynida mangsa yaxshimi deb so'rasa, ya oldida mangsangmi mang, keynida mangsangmi mang, jinozaning ichida qolmasang bo'ldi degancha bu odam. Biz mayli bu jinozaning oldida mangayli, keynida mangayli, nima qilayli, ish qilib mangayli, shu bir maqsadda mustaqillik yo'li deb anda jinozaning ichida o'likdek qilib qolmay, bir harakat qilayli. Qo'limizdan nima kelsa shuni qilayli. Shu shaklda bir harakat qilsak, niyatimizga yarasha Alloh nasib qilsa bir natija chiqadi deb qo'yayman. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli ko'rman qarindoshlar. Bugun biz Abdulmut Tursun efendi bilan Uyg'ur mashrablarning bundan 25 yil burungi il inqilobida ko'rsatgan ta'siri, roli, ondan mashrablarningki muajiratdagi ahamiyati, muajiratdagi Uyg'urlarning hamkorlik, ona tilini saqlash, madaniyatni qo'g'dash, davomlashtirish jihatda ko'rsatgan roli haqida to'xtaldik. Bundan boshqa yana Abdulmut Tursun efendi bu Uyg'ur mashrablarini umumlashtirish, har qaysi davlatlardagi yigit boshlardan xalqaro Uyg'ur yigit boshlar birlashmasidek shunday bir organlarni qurib chiqilishi, balla mashrablarni turlarga ayirib, har qaysi turlar bo'yicha ulgularning tiklanishi haqida nihoyat ahamiyatli fikrlarni o'tirib qo'ydi. Oxirida nihoyat qisqarliq bir yumor bilan oxirlashtirdi. Alloh hammamizni jasadlarga emas, mashrabni, maktabni mavjudligini davomlashtiradigan jonliq, harakatchan, qaysar da'vogarlardan qilsin. Hammanglarga rahmat. Rahmat. Amin.